joriy yilning 19-aprel kuni tonggi soat 7:30larda Chilonzor tumani Tixay Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan yashirinishga uringan davlat raqam belgisiz harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasiga ovoz kuchaytirgichlar yordamida to'xtash ishorasini beradi. Avtoulov to'xtash ishorasiga bo'ysunmadi va men ko'z oldimda yana ikkita Damas avtoulovga texnik shikast yetkazgan holda voqea joyidan qochishga harakat qildi. O'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan bir nechta transport vositasiga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan choralar natijasida transport vositasi to'xtatilib, uning ichida bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar tekshirilganda, avtoulov tekshirganimizda xolislik ishtirokida avtoulov ichida noma'lum moddalar borligi aniqlandi. O'sha bo'yicha hozir mana tezkor guruh chaqirdik, surishtiruv ishlari olib boriladi. Haydovchi avtomashinani narkotik modda ta'sirida boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Kim qarama qashurdi? Nimaga haydovchilik guvohnomasi mashina boshqarasiz? Boshqarmayman. Nimaga shuncha odamlar shikastlantirdingiz? Nimaga qolgan inson jarohat oldi tufayli? Ruli yoqib bir bordi-da, bunaqa mashina boshqarishni tavsiya qilmayman. Avtomashina saloni ko'zdan kechirilganda, undan narkotik modda iste'moli uchun ishlatilgan buyumlar topilgan. Hozirda holat yuzasidan haydovchi va bir nafar yo'lovchi protsessual tartibda ushlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishildi. Shuningdek, boshqa yo'lovchilarning harakatlariga ham huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda.